Hop, hammaga assalomu alaykum. Sog' bo'lasizlar bizni kuzatuvchilar. Xo'p, bu yerda Zafar akamizga video qo'yib o'tdik. Zafar akamizga blok stanok chiqarganmiz, ikkita birdaniga. Shuni bir o'sha joydan video lavha qilganmiz. Bu yerda mana tayyorlab tashlagan stanoklarni, bloklarni bu yerda meshalkasi buzilgan. Shuning uchun bitta stanok birinchisi, mana ikkinchisi. Hozir ikkinchisini ham xudo xolasa borib sarani o'zidan suhbatini olamiz. Bu yerda yana bitta stanogimiz ishlayapti. Ancha yildan beri mana. Bu joyda 3 ta stanok. Bu albatta sifatdan da'vat beradi. Bizni kuzatishda davom ettiring, like va kommentariylarni bombalatib tashlaymiz. Qani salomat bo'lasizlar. Videoni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Kitoba hormang. Salomat bo'ling, yaxshimisiz? Zo'rmisiz, siz yaxshimi? Syomka qilyapmiz, rozi bo'lasiz. Bu stanogimizda siz ishlatyapsiz. Bundan oldingi stanoglardan ishlatgansiz, to'g'rimi? Uni bilan buni farqini bitta aytib bera olasizmi? Farqi juda katta ekan. Bu yangi modellarimiz, ha? Qulay, sepli, Uzilmaydi, cho'zilmaydi, uzilmaydi. to'maydi. Nechta buloq qo'yapsiz bir kunda? 5000, 6000. Maksimal, eng maksimalisi. Standart 5000 chiqarasiz. 6000 ham quygan qilmaysiz bu. Kam bo'lgan. Kami bu. 6000 ham quygan qilmaysiz bu. Bormi, ishlab to'xtatlaysizmi, bormi? O'rtamiz to'xtatdik. Ikkitagina nima qo'yingizlar? Bittagina хотя бы rasvor tayyorlab beringlar. Bittagina. Ishlash jarayonlaridan ko'rsatamiz va xolisa mana prostatga to'rla mana. To'rla. Blokchalar idealni chiqqan. Burchakchalari. Chotki burchakchalar mana bitta yarimtalik ham qilib berganmiz. Bu yerda. Oson shunday. Bu yerda mana ortishga уже meshalkalar nima? Zillar ham tayyor, turibdi ortishga tayyor. Bu saroylarimiz o'rtacha 3000, 3,5 mingdan, masalan, 5000, 6000 ta ham blok qo'yib beryapti. Ikkinchi planshetkamizda ham bor ko'rsatdik. Uni ham 6000 ta qo'yapti. 6000 tagacha qo'yapti. Xo'sh, bu saroylarimiz yangi modeldagi 12 talik saroy bo'lib, juda ham sifatli chiqib saroylar bloklarni chiqarib beramiz. Xohlasangiz, mana buni yarimtalikni ikkitalik qilib berish mumkin. Mana o'z saroydan ishni boshladik. Izlayani hammasi. Kimga shunaqa sanovlar kerak bo'lsa, albatta murojaat qilinglar. Ma'lumotlar uchun. Ma'lumotlar, maslahatlar hammasi bepul amalga oshiriladi. Savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Biz javob beramiz inshaalloh. Salomat bo'linglar, charchamanglar.